Bugungi dasturimiz mehmonlari tarixchi, manbashunos Latofat Abdurimova shu yerdalar. Xush ko'rdik. Hamda xushovoz xonanda Azamatjon Ahmedovni ham taklif qilganmiz. Ular ayollarimizga atab yangi qo'shiqlar bilan bugun qalblaringizga kirib boradilar degan niyatdamiz. Marhamat Azamatjon. Marhamat. Ayol, oila, quvonchi, baxti, malikasi, qo'rg'oni, taxti, hayot shuncha bo'lurmi go'zal, sen dunyoda bo'lmasang ayol, sen gullarning labidagi bol, sen ko'kdagi nur sochgan hilol, sadoqatda yagona timsol, muqaddassan mo'tabar ayol, sadoqatda yagona timsol, muqaddassan mo'tabar ayol, 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 muqaddassan mo'tabar ayol, 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 mo'tabarsan sen aziz ayol. Ayol borki olam munavvar, zulmatga ham ziyo taralar. Ayol borki olam munavvar, zulmatga ham ziyo taralar. Olam rangsiz g'arib ko'rinar, sen dunyoda bo'lmasang ayol. Olam rangsiz g'arib ko'rinar, sen dunyoda bo'lmasang ayol, 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 muqaddassan mo'tabar ayol, 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 mo'tabarsan sen aziz ayol. Suyuklardan suyugi o'zing, tanga darmon aytgan har so'zing. Suyuklardan suyugi o'zing, tanga darmon aytgan har so'zing. Daholarni bergan ham o'zing, muqaddassan mo'tabar ayol. Daholarni bergan ham o'zing, muqaddassan mo'tabar ayol. Ayol, 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 muqaddassan mo'tabar ayol, 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 mo'tabarsan sen aziz ayol. Ulug' zotlar ko'pdir dunyoda, ulug'lardan ulug'i ona. Ulug' zotlar ko'pdir dunyoda, ulug'lardan ulug'i ona. Jannat monand go'zal dunyoda, muqaddassan mo'tabar ayol. Jannat monand go'zal dunyoda, muqaddassan mo'tabar ayol, muqaddassan mo'tabar ayol. Ayol, 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 muqaddassan mo'tabar ayol, 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 muqaddassan mo'tabar ayol, muqaddassan mo'tabar ayol, sen azizsan muqaddas ayol. Tashakkur, yashang, yashang. Mana shunday go'zal vals qo'shiq bilan
ko'rsatuvni boshladik. Mana shu gullarday har doim ochilib yuring. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Tashakkur. Rahmat. Umidjon aka, kayfiyatim o'zgardi. Shu zahoti o'zgardi. Gul ham, qo'shiq ham juda o'rinda bo'ldi va men endi nima deyman, ayollarimiz uchun yozilgan yana bitta dilbar qo'shiq muborak bo'lsin deyman. Tashakkur. Nihoyatda go'zal ijod. Bugun shu ashulamizni premyerasi bo'lib o'tyapti. Buni so'zini bizni qadrdon akamiz Surxondaryodan Quvondiqbek Bo'tayev so'zlariga mansub bo'ladi, qalamiga mansub. O'zimning musiqam shuni mana birinchi marta mana shu ko'rsatuvda ijro qilyapmiz. Chiroyli qo'shiq bo'ldi. Barcha onaxonlar, ayollarimiz uchun. Tashakkur.